Lüşimizi davamlaştırmamız, lüşimizden devamı hürmetli vatandaşım. Şundaklı bu hüccet tesdiqselengan. Amerika Qo'shma Shtatlarga jasusiyat etish to'g'risidagi hujjatga tasdiqselengan hujjat edi. Bu jasuslar orqali Govinguyni ve başka gayri fikir qarashlarni cheklamoqchi bo'lgan Jungo hukumati. Wall Quds gazeti Jungoning Washington turishliq bosh elchisi bilan birlikda bu hujjatdan bahirlanmoqchi bo'lganda Jungoning bosh elchixonasi hujjatning rost yoki yolg'onligini masalasi va Govinguyning boshqa masalalari to'g'risida javob berishni xohlamadi. Govingoy mundaq ko'rsatganiga diqqat hurmatli vatandoshim. Men hozir dal Amerika amaldorlariga bir qator qiziq siyosiy masalalarga munosabatlik hujjatlarni topshirishga tayyorlik qilyapman. Jumladan Chavshan masalasi. Shundaqla Jungo hukumati Tibet va Shinjongda benormal harakat bilan shug'ullandi deb ko'rsatilgan harakatlarga aloqador hujjatlarni Amerika amaldorlariga topshirishga tayyorlik qilyapman. Diqqat, hurmatli vatandoshim, mushu abzasni yana bir qatam o'qib berayman sizga. Govingoy mundaq ko'rsatdi, buni Wall Quds gazeti xabar qilyapti. Amerikadagi dangdar gazet Wall Quds gazeti xabar qilyapti vatandoshim. Govingoy mundaq ko'rsatdi. Men hozir dal Amerika amaldorlariga bir qator qiziq siyosiy masalalarga munosabatlik hujjatlarni topshirishga tayyorlik qilyapman. Jumladan Chavshan masalasi. Shundaqla Jungo hukumati Tibet va Shinjongda benormal harakat bilan shug'ullandi deb ko'rsatilgan harakatlarga aloqador hujjatlarni Amerika amaldorlariga topshirishga tayyorlik qilyapman. Qo'llaymiz, Govingoy apandi. Davomi quloq soling, hurmatli vatandoshim. Govingoy Wall Quds gazeti muxbirining ziyoratini qabul qilganda Jungo hukumatining Govingoyni ayblashlarini bir jumla so'z bilan inkor qildi. Ko'tak kashig'ni degandek. Hodisaning tadqiqot organi ishchi xizmatchilarining oshkorlashicha, Govingoyning hodisaning tadqiqot instituti nutq so'zlash faoliyatini bekor qilishni bir necha kun burun Jungoning Washington turishliq bosh elchixonasi hodisaning tadqiqot institutining ishchi xizmatchilariga telefon berib, Govingoyga fursat yaratib bermaslik to'g'risida ogohlantirish bergan. Hodisaning tadqiqot institutining bir nafar bayonotchisi mundaq ko'rsatdi. Faoliyatdan burun Hodisaning tadqiqot institutining to'rbat mulozimlari Shanxaydan kelgan hakkerlarning hujumini bayqagan. Bu qatimqi hujum garchi mag'lub bo'lgan bo'lsa-mu, Govingoy Hodisaning tadqiqot institutida paydo bo'lishning harpisida Hodisaning tadqiqot institutining to'rbatlari parallich holatga tushib qolgan. Hodisaning tadqiqot institutining raisi Kenneth Winstein Jungo hukumatining bu faoliyatni bu tadqiqot o'rnida o'tkazmasligini talab qilganligini e'tirof qildi. Govingoy bilan Beijing doiralarining Washingtonda kuch elishi mavzuli xabar 10-oyning 6 kuni Fransiya xalqaro radio stansiyasining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Shu kuni Vanvi torbetiga ko'chirildi. Xabar mundaq boshlandi. Wall Quds gazetining xabari tugadi, endi shuning ulab ikkinchi xabar Fransiya agentligining xabari. 19-qurultay partiya qurultayi yana 10 kun ichida ochildi. Sargardon savdogar Baybachi Govingoyning Beijing bilan qarama-qarshilishi yangi bir pallaga ko'tarildi. Govingoy bu 2 kundan beri Washingtonga kelib, Amerika Davlat Majlisining a'zolari bilan ko'rishdi. Muxbirlar axborot e'lon qildi. Jungo hukumat qatlamini aybladi. Lekin onun haftaning 3 kuni Hodisaning tadqiqot institutida o'tkazmoqchi bo'lgan nutq so'zlash faoliyati kechiktirildi. Govingoy deydiki,
Hadisan Tadqiqat İnstitutu Beijing'nin besimiga uçurdu. Washington Gündelik Gazeti mundaq ko'rsatdi. Fransiyaning agentligi naql ilib ko'rsatdi. Washington Gündelik Gazeti mundaq ko'rsatdi. Jungo hökuməti bilan Govingoy o'rtasida tutashqan o't yalqani kengayib, Washingtonga yetib keldi. Hamda bu o'yinni tasvirlab bu gazet mushuk bilan chashqanning o'yini deb ko'rsatdi. Govingoy aslida bundaq tushirib ko'rsatmay, buni bir ijobiyroq o'xshatgan bo'lsa ham yaxshi bo'lardi. Bu odatdagi o'yin emas, bu mushuk bilan chashqanning o'yini emas bu. Buni Washington gazeti, Gündelik Gazeti sal xato o'qitib qo'yibdi. Govingoy aslida haftaning 4-kunida Amerika bilim xazisi Hadisan Tadqiqat İnstitutiga kelib, ochiq nutq so'zlamoqchi bo'lgan. Buni Fransiya agentligi ham ta'kidlayotdi. Undaqda bu faoliyat Amerikada o'tkazilgan jamoatga yuzlangan tunji qatimliq nutq so'zlash faoliyati bo'lib qoladi. Lekin bu nutq so'zlash faoliyati tuyuqsiz bekor qilindi. Govingoy muxbirlarga axborot e'lon qilish yig'inida mundaq e'tirof qildi. Nutq so'zlashning bekor qilinganligini anglab cho'chib ketdim. Şu arlıqda tayyorlab qo'ygan 3 parcha maxfiy hujjatni ko'ydirib o'tdim. U mundaq ko'rsatdi. Bu 3 parcha hujjat Jungo hukumatining josuslar orqali Amerika jamiyatiga qandoq singib kirganligini Amerika xalqiga bildirib qo'yish uchun tayyorlangan hujjat edi. Govingoy nima cho'chib ketdi? Bu ko'ydirib o'tdim deganda tarixxona kirib ko'ydirib o'tdim degan gap. Govingoy nima cho'chib ketdi? Moşundaq ishning Amerikada yuz berganligidan cho'chib ketdimi? Masalan, Hadisan Tadqiqat İnstituti uning nutq so'zlashini cheklaganligidan cho'chib ketdimi? Lekin ba'zilar 3 parcha hujjatning ko'ydirilishdan gumon qilishdi. Yana davomini anglaysiz, hurmatli vatandoshim.